Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Senga Facebookdan xabar yozaman. Ko'rishguncha. Shunday qilib, bugun men pul yutgan ekanman, hammangizga men to'layman. Lekin bu pulni o'zing uchun sarflashing kerak. Negadir saxiy bo'lib ketibsanmi? Agar von Menoppa bo'lmaganda, men bu pulni yutolmagan bo'lardim. Yo'q, rostdanmi? Qara-ya. Negadir oxirgi payt asabimga tegyapsan. Muammoing nimada o'zi? Muammo senda. Odamlar doim sevgan insonlarni asabiga tegishadi. Sen men va von Menoppaga hasad qilyapsan. Hech ham hasad qilganim yo'q-da. Senga jo'ja olib bermayman. Men ham yemoqchi emasman. U qizga qaragan sari e'tiborli ekanini sezdirib qo'yadi. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Nima yeysan? Bilmasam. Ular mana bunday yeyishayotgan ekan. Yana biror nima istaysanmi? Bilmasam. Qizlar mana bunday yeymizmi axir? Ha, mana shundan. Xuddi mana shundan. Kechirasiz. Bizga mana shu jo'jalardan 10 ta bering. Bunaqasi qolmagan, boshqachasini buyurtma qiling. Tushunarli. Men hozir chiqib kelaman. Xo'pmi? Turinglar, yeb qo'ymanglar. Yaxshi. Unda oddiysini aytaveramiz. Sen men bilan bo'lisha olasanmi? Nima? Nimani? Sen ikkitalikni yemoqchisan. Ha. Yaxshi. Kechirasiz. Mana shundan bering. Nima? Unga o'zing to'lamoqchimisan? Unda bizga ham mana shundan bering. Men hozir kelaman. Yaxshi. Kechirasiz, menga ham unikini olmang. Bizga bitta Sprite va Coca-Cola. Menga achchiqrog'idan unikini olmang. Ha, ustoz, nima qilyapsiz? Ha, ovqatlandingizmi? Yaxshi. Menga nega ko'p qo'ng'iroq qilaverasan? Biror savoling bo'lsa qo'ng'iroq qil deganman. Doim qo'ng'iroq qilib vaqtimni olasan. Meni yosh bola deb o'ylayapsizmi? Men charchadim, keyinroq gaplashaylik. Yaxshi ustoz, xayr. Xo'p. Keyingi haftada ko'rishguncha. Yaxshi. Qayoqqa ketyapsan? Hojatxonaga. O'zingni qo'lga ol. Nima? Bugungi o'yinda yutqazding, axir shuning uchun xafasan, to'g'rimi? Yutqazganim uchun xafa emasman. Xo'sh, tayyormisizlar? Qani, boshladik. Qani, olg'a. Chakehyun, seni kutib turgandik. Chakehyun bilan birga qo'shiq aytamiz. Qani, hamma olg'a desin. Senga rep aytish yoqadimi? Nima? Rep aytish yoqadimi? Mana bunga o'xshash. Ha, unchalik emas. Nima edi? Juda ham yoqimtoy ko'rinyapsan. Kalta sochlaring juda ham yarashadi. Hoy. Hazillashdim. Birga qo'shiq aytinglar. O'zing aytmaysanmi? Bo'la qol.
Keyingisi kim? Hoy, nega o'chirding? Seni o'ldirishimni istayapsanmi? Do'xana. Yo'q, men istamayman. Hojatxonaga borib kelaman. Hoy, yaramas. Unday bo'lsa, kim xana? Seni navbating. Lekin men yaxshi kuyla olmayman. Buni o'zing ham yaxshi bilasan-ku. Gap bunda emas. Sen biror nima kuylab ber, xolos, shuni o'zi yetadi, bo'la qol. Lekin bo'la qolsang-chi, nima qilaman? Biror nima desang-chi. Balki birga kuylarmiz. Oho, duet aytasizlarmi? Rostdanmi? Maktabning chiroyli juftliklari. Qani ol. Rostdan kuylab bermoqchimisan? Ha-da, rostdan kuylamoqchimisan? Bo'lmasamchi. Ikkingizdan ajoyib qo'shiqchi chiqar ekan. Qo'shiqni zo'r kuyladingiz. Ular qo'shiq kuyladimi? Ha, sen esa buni o'tkazib yubording. Endi battar bo'l. Boram. Salom, Vonmyon oppa. Men senga Facebookdan yozgandim. Rostdanmi? Men hali o'qimadim shekilli. Bayram bilan band edim. Uning reaksiyasi boshqacha. Voy, biram charchadimki. Yo'qol bu yerdan. Menga raqamingni bera olasanmi? Mana. Uyga borishim bilan Facebookdan yana yozaman. Sen ham o'qigin. Ko'rishguncha. Xayrli tong. Uyingizga yaxshi yetib oling. Nima, sen kallang bilan urushib qolganmisan? Mana uning reaksiyasi qanday? Hammaga ham raqamni beravermaydi odam degan. Tanimaysan-ku uni yaxshi. Boram. Menimcha uyiga seni yoqtirib qolganga o'xshaydi. Rostdanmi? Ay, sen juda ham tez sevib qolasan. Undan ko'ra atrofingdagilarga qarasang bo'lardi. O'zing atrofingga qara, ahmoq. Ular nima qilyapti o'zi? Sen menga aql o'rgatma. Men esa xato qilishingni oldini olyapman, xolos. Ular bir-birini yoqtiradi. Tushunarli. Senga yoqmaydimi? Bilmasam. O'zimni erkinlikda yaxshiroq his qilsam kerak. Hali sevib ko'rmaganman. Sen men bilan umuman ishing bo'lmasin. Nega doim ahmoqona ish qilaverasan? Nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Nega urushyapti? Janjal nimadan chiqdi? Bu yoqqa kel. Keyun Boramni yaxshi ko'radi. Boramga esa hozirgina bir yigit sevgi izhor qilgandi. U sevgisini hali beri aytmaydi. Nimasini aytasan? Biror nimadan zerikdingmi? Yo'q, shunchaki. Bularni urushni ko'raverib zerikib ketdim. Yo, xudoyim-ey. Jonimga tegding-ku. Meni dadammisan, akammisan yoki ukammisan? Nima qilibdi oila a'zoying bo'lishim shartmi? Agar bilsang, bunday o'yinchilar juda ham o'yinqaro bo'lishadi, qizlarga nisbatan ham. O'zing bir uni Facebookini tekshirib ko'rdingmi? Qizlar unga qanday yozadi? Yo, xudoyam juda ham kelishgansiz, jinursin. Menga raqamingizni berasizmi? Ha, beraman. Ko'ryapsanmi, qanchalik ular aldoqchi bo'ladi? Nega shuni tushunmaysan, a? Senga birov tushuntirish shartmi? Nima qilibdi? Bu seni muammoyingmi? Bu meni muammoyim. Uni e'tiborini tortmoqchiman, bo'ldimi? Nima? Bitta yigitning e'tiborini tortish uchun shuncha ish qildingmi? Hoy! Senga shunchalik yoqamanmi? Yo'q. Unga sizlar aytdingizmi? Jinursin. Ortingga qayt. Unga nima bo'ldi? Hamma qayerga ketdi? Kimxona uyiga ketdi. Anavi ikkisi esa hali ham janjallashyapti. Menimcha hammamiz o'ynasak yaxshi bo'lardi. Aytgancha xana. Menda kino uchun ikkita chipta bor edi. Balki birga borarmiz. Rostdanmi? Oho, juda ham zo'r o'ynayapsan. Balki birga basketbol o'ynarmiz. Nima? Nega endi? Shunchaki.
Hozir o'ynagim kelyapti. Oxirgi o'yindan keyin unchalik kayfiyatim yo'q. Bu juda zo'r-ku. Nimasi? Yutkizsang ham o'ynash shashtidan qaytmaysan. Yutkazish hayot tugadi degani emas-ku. Agar hayotda doim ham yutaversang, buni qizig'i qolmaydi menimcha. Hayot o'zi shunday. Kimnidir senga muhtoj qilib qo'yadi. Hoy, Shivo. Senga Xanani sochiga tekkanim yoqmadimi? Yo'q, unday emas. Aslida men menga yoqmadi. Hayotda doim ham sen o'ylagandek bo'lavermaydi. Xo'sh, uyga vazifalarni tushundingmi? Mana bu va mana bu. Barakalla, esingdan chiqmasin. Ustoz, bu hafta bo'shmisiz? Nima edi? Ertaga bo'shmisiz? Uchrashuvim bor edi. Nima edi? Mayli, men ketdim. Yanagi hafta ko'rishguncha. Men sizni yoqtirardim. Bu esa kulgili emas. Umuman kulgili emas. Senga shunchalik yoqamanmi? Yo'q. Unga sizlar aytdingizmi? Jinursan. Hoy, qayoqqa? Unga nima bo'ldi? Ay, Jinursan.